Ya Asadbek, mana nima qilib o'tiribsan? Yaxshimi aka? O'ylanib, g'amgin. Shu pravam yo'q, ishxonadan brigadirlar haydayapti meni. Kategoriyalaring yo'q deydi. Menda prava bor. Shu boshqalarni yana qo'shtirish kerak. Ha, shunga o'ylanib o'tiribsanmi? Ha, shuni nima qilish? Ammo qara, YouTube'da meni tanishim bor. Murod Qodirov deb yozsang chiqadi. Tanishingiz bormi? Qara, mana sen shu nomerda aytaman senga. Xo'p. 8968 Qani hozir. 742 7106 WhatsAppdan chiqsang, shu odam senga yordam beradi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizning nomeringizni bir tanishim bergandi. Xo'p, Men eshitaman, xizmat. prava kategoriya qo'shtirishim kerak edi. Shuni sizni bir tanishim tavsiya qilgandi aka. Yordam bera olasizmi? Ha, albatta. Qachonga vaqtingiz bor aka? Qachon bir gaplashsak, muloqot qilsak bo'ladi aka? Svязga chiqsak bo'ladi siz bilan. Avgust Ha, oyiga. avgust oyiga bo'ldi aka, xudo xolasa avgust oyi o'chirib meni ham yozib qo'ying aka. Xo'p, mayli. Mayli, rahmat aka. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ana bugun 2026-yil 19-may Piterdan Pskov shahriga keldik. Murodjon orqali mana traktorga BSD pravalari oldik. Hamma yo'q zo'r, ishonarli. Xo'pmi, kelaveringlar, javob 100%. Hammaga salom. Assalomu alaykum hammaga. Mana biz Krasnoyarsk kraydan Piskovga, Sankt-Peterburgga keldik. Sankt-Peterburgdan Piskov degan shahrida Murod aka orqali prava oldik. BSD. Ishonarli Murod aka mana qo'limizda prava. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Berun tumanidan bo'laman. Murod aka zo'r. Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana bugun ertalab Krasnoyarsk kraydan keldik. O'zim Qoraqalpog'istondanman, Berundan. Shu Murod aka orqali keldik. Mana pravani oldik. Azonda soat 8'da keldik. Soat hozir 4'dan, soat 5 bo'ldi. Olib chiqdik. Bir kunda bitadi ekan. Inshaalloh. Inshaalloh kelaveringlar. Hozir hayajon bor. Shuga o'zingizga ham tomay turibmiz. Ish bo'lsa aytaveringlar, ekskavator bo'lsa. Traktorchilarga alangali salom.